Assalomu alaykum hurmatli Masharaf akli. Merhaba qadamlar. Sen altın büşük can böleydigan. Sen mezmut türük ruh yöleydigan. Bugün sana sözüm var deydigan. Dilkişim dostum söyümlü dehqon. Assalomu alaykum muhtaram nashriyat ahli. Assalomu alaykum ekran oldida o'ltirib, atiyazlik qiyrilg'ishlarga bosh qatirayotgan suyimlik dehqon qarindoshlar. Bugungi mashrifimizning dasturxoni sizlar uchun yeyildi. Bugungi har bir so'zimiz, suyunchilik salomimiz sizlar uchun. Mirshab, azaldan osmon oysiz kelmaydi. Chiroyli peliksiz kelmaydi. Odam g'oyisiz kelmaydi. Hayotlik yuraksiz kelmaydi. Xuddi shuningdek, bizning mashrifimizmi al-misaqdan tortib yo'l boshsiz kelgan emas. Biz oldi bilan mashrif ahliga bugungi yigit beshimizni tanishtirib o'tgandan keyin mashrifimizni boshlab ketaylikmi? Albatta bo'ladi. Xo'sh, bizning bugungi mashrifimizning yigit beshi 30 o'g'ilning sarkisi bo'lgan. Uzun yildan beri Yaponiyada bilim oshirgan, elektronlik soda suplarida o'zini namoyon qilgan. Xinjiang yezigilik ishlab chiqarish vositalari guruhi cheklik mas'uliyat shirkatiniki uchur texnika ishxonasining g'olliq a'zosi Azod Muhammad apandim bo'ladi. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli mashraf akli. Assalomu alaykum 30 yigitning sarxili, 9 qizning zarguli bo'lgan Mirshabbek Mayra. Men sözümni meg'izi bilan qilay. Chidam bardashda yeshkim sanchilik mazmut emas dehqon. Agar sen bo'lmasang ahli jahonning holi tas dehqon. Ulug'san, kattasan, to'qliq maishat katminingdir. Özün boğaş eşimiz, üstü başımız öksümez dehqon. Barakallah. Bugungi mashrifimizga mediye dehqon uchun bo'lsin. Her bir sözümüzki sır hikmet, dehqon ajr uchun bo'lsin. Xo'sh, qani Mirshab, chakarlan. Mashraf başlansın. Bir canı dil o'rindaymiz. Xo'sh, anda olsa dehqonlar shodlik mashrifimiz boshlanadi. Nimetke doldurur
vatan tuprog'i chag'anliq xo'shal sadolarga to'lgan paytlarda avtonom rayonimizda ochilgan ikki yig'in xabarlarining xalq turmushiga foydali xo'sh xabarlari hammani shodlantirayotgan qutlug' minutlarda suratga ilinyotidi. Albatta, bu ko'ngillik kartinalar bugungi mashrifimizning sohibxoni bo'lgan Şinjan yezigilik ishlab chiqarish vositalari guruhining 61 yillik shonliq musobaqasiga sunilgan eng qimmatli sovg'asidir. Yurakli tilak shattiq qaynaydi. Do'stlar shu damda salom yo'llaydi. Jo'xa farzandlarining chaqini qutlug' bo'lsin. 2015 yili hamma oilalarga inoqlik, barakat yor bo'lsin. Aldığımızda yakındıla qo'sh yig'in içildi. Shundoq aldığımızda qo'sh bayram o'tkaziladi. Mana shunday bir ahamiyatli vaqtda bizning an'anaviy san'at turimiz bo'lgan mashrabning o'tkazilishi bu taxim ahamiyatlik, taxim bir xushalik ish. Bugungi kunda bizning mashrab san'atimiz partiya hukumatining yaqindan qizg'in qo'llashi, her millat xalqining ko'ngil bilish natijasida taximi rivojlandi, taximi ramoq tepiyotidi. Biz mashrab orqali o'zimizning madaniyatini, san'atini dunyoga, xalqaroga yuzlantirishga tirishishimiz lozim. Hammamiz bu jihatda kuch chiqarishga haqli. Vatanim Jungo hammadan ulug'. Jungo bahar ichida javlon qiladi. Hammamizning chog'an bayramiga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'ringan do'stlar. Mashrab programmasi orqali hammanglarga o'tliq salomimni yo'llayman. Bahordagi mashrabinglarga muborak bo'lsin. 2015 yili kitob o'qish yili. Yoshlar uzluksiz tirishish, olg'a bosish ro'yi bilan yangilik yaratish edi. Hammamiz birlikda tirishib, go'zal kelgusimizni birlikda qurib chiqaylik. Assalomu alaykum ekran oldidagi hurmatli ko'raman do'stlar, yaxshimisizlar? Men Jungo'ga kelgandan beri har millat xalqining an'anaviy bayramlari bilan uchrashdim. Masalan, Qurbon hayit, Ro'za hayit, Navro'z bayrami qatorliq bayramlarga qatnashib keldim. Hozir biz chog'an bayrami yetib kelish oldida turibdimiz. Shu munosabat bilan men mashrab programmasi orqali hammalarga bayramlik salom yo'llayman. Şinjan yezigilik ishlab chiqarish vositalari guruhi cheklik mas'uliyat shirkati dehqonlar shodligi 2015 yilda dehqonlar uchun mulozimat qilish iqtidorini texnik ko'p joriy qildirib, davomli bizning go'zal Şinjanga shon sharaf keltirdi. Bu fursatdan foydalanib, xalq ommasidan chog'anliq hol so'rayman. 2015 年 2015 yil bo'lsa umidga to'lgan bir yil. Biz bugun Şinjan televiziya stansiyaning Kozur programmasi, mashrab programmasi bilan hamkorlashganimizdan nihoyat sharaf his qilamiz. Bizning dehqonlar shodligi elektronlik savdo supimiz yez bilan shaharning ko'riklik va rishtilik rolini o'ynab, keng yeza va shaharlardagi do'stlarning ishlab chiqarish turmush uchun texmi ko'p, texmi zo'r bo'lgan qulayliklarni yaratdi. Biz buning uchun uzluksiz tirishib xizmat qilamiz. Şinjan yezigilik ishlab chiqarish vositalari guruhi 1954 yil qurilgan bo'lib, hukumat o'rinlashtirgan yezigilik ishlab chiqarish vositalari tovarlarini ta'minlash va saqlash, ofatdan qutqizish qatorliq vazifalarni ustiga ilib kelmoqda. Shirkatning asosiy tijorat doirasi Ximiyeviy o'g'it dehqonchilik to'g'risi, dehqonchilikda ishlatiladigan so'lyov, yopiq, uruq qatorliq yezigilik ishlab chiqarish materiallari, chegara rayonlarda sotiladigan choy, kevaz va yezigilik qo'shimcha mahsulotlari, oshliq, moy va yemekliklar, metal, qatnash elektr buyumlari, ximiya sanoati materiallari, yezigilik mashinalari, yezigilik fan texnikasi ichish, sklad saqlash va to'shish, mehmonsaroy va sayohatchilik qatorliq kasblardan iborat bo'lib, hozir qadar shirkatning sayohatchilikni asosiy maqsad qilib qurgan dehqonlar shodliq zanjirsimon tijorat nuqtasi avtonom rayonimiz tavasida 4 mingga yetib, to'r nuqtalari butun Şinjandagi 15 viloyat oblast, 83 nahiya shahar, 800 dan ortiq yezi bozor va 1600 dan ortiq kentni qopladi. Dehqonlar shodliq aramgohlari yezilarda yildiz tortib, avtonom rayonimizning yezigilikini kasblashtirish taraqqiyoti uchun tegishli to'hfasini qo'shdi. Uningdan boshqa Şinjan yezigilik ishlab chiqarish vositalari guruhining dehqonlar shodligi elektronlik savdo supisi 2014 yil 4-oyning 24 kuni to'rda sinaq tariqasida yurishtirilib, butun mamlakat miqyosida tunji uyg'urcha, xanzucha, qo'sh til bir bat yuzda ko'rinadigan elektronlik savdo supisini barliqqa keltirdi.
elektronlik savdo supisi bu an'anaviy savdo shakli o'rnini olgan zamonaviy savdo shakli bo'lib, bu orqali shahar muhitidagi mahsulotlarni tor orqali yezi bozorlarga yuzlantirib, yezi bozordagi turli mahsulotlarni shaharga, shahardan xalqib xalqaro yuzlantirishni ko'z tutadigan bo'lib, navbatda bu xil tijorat yo'nalishi Xinjiang yezilik ishlab chiqarish vositalari guruhining keng taraqqiyoti uchun shonliq yo'l ochdi. Biz bugungi mashrifimiz orqali Jungo mulozimatchilik sohasidagi 500 kuchli korxonaning biri bo'lgan Xinjiang yezilik ishlab chiqarish vositalari guruhining buningdan keyingi taraqqiyotiga teximiz zo'r muvaffaqiyatlar tilaymiz. Burungi zamonda bir dehqon ota sakrab yetib turib, o'z farzandlariga mundaq nasihat qilibdi. Bolalarim, men ketgandan keyin bog'larni chepinglar. Etizliqlarni og'diringlar. Chunki men u yerlarga oltin ko'mib qo'ygan deb. Ha, shunday qilib dehqon ota ko'z yumibdi. Albatta, farzandlari otasining nasihati bo'yicha bog'larni chepibdi. Etizliqlarni og'diribdi. Lekin oltinni topolmabdi. Biroq kuzda olgan mo'l usullari orqali o'z otasining nasihatini tushunib yetibdi. Demak biz ajr mehnatning ulug'lig'ini, ajr bilan elning, emgak bilan yerni ko'klaydiganligini mana shunday hikmat turdanlarimiz bilan bilib, tushunib kelganmiz. Xo'sh, turdanlarimizni mo aytqash turayli, dehqonlarimizning hardog'ini chiqarish uchun tayyorlagan yangi nomerlarni huzuringizga sunqash turayli. Osmonda yadımga salayan osmandan alay yadımga salayan yar yadımga yetkende
zamanda bir dehqonning to'limi katta anarliq beg'i bo'lgan ekan. Bir kuni bir yo'lovchi bu anarliq bog'ning yenidan o'tib ketib berib, bakmi ussiganligini his qilib, dehqondan usullik so'rabdi. Aqko'ngil dehqon janon chinida litmiliq to'ldirilgan anar suyini yo'lovchi qo'shqo'llab sunibdi. Yo'lovchi ichib lazzatlangandan keyin shundoq baqqa qarab niyati buzilibdi. Tova, mushu dehqonning mushundoq katta anarliq beg'i bor ekan deysa, mening nemishqimi yo'q? Shuning bilan yo'lovchi yana dehqondan anar suyi yana bormi deb so'rabdi. Dehqon "Bor" deb janonchini liq to'ldirib yana ikki qo'llab sunibdi. Afsus, yo'lovchi ikkinchi qitim ichib toza lazzatlanmay qoldi. U dehqondan "Dehqon aka, ikkinchi qitim menga sunganingiz ochiq anarning sharbati nima?" deb so'rabdi. Yo'q. O'xshash. Balki sizning niyat iqbolingizga shak tushgandir debdi dehqon. Shuning bilan u yo'lovchining yuzi anar donasida qizirib ketibdi. Demak, beshini silisa, qo'lini tishlabdi degandek, bu jahonda gul targini gul oladi. Tikan targini pushaymon qiladi. Muloyimlik bilan baxt keladi, mardonlik bilan taxt keladi. Biz azaldan rivoyat hikoyatlarimizda yaxshi nom, novchilik babida, ishchanlik dastonlarimizda ana shu suyumli dehqonlarimizni kuylab kelganmiz. Ham shundoq shu dehqon otalarimizning hayot yo'li tutib kelgan halol musofasidan biz nurg'un narsalarni o'rganganmiz. Insoniy fazilatni o'rganganmiz. Mana bugunmi biz shaharga kirgan bir dehqon otining kaynidan ergashdik. Uningdan nurg'un narsalarni o'rganib oldik. Ham o'rganganlarimizni surat ilib, Mashrab darsxonasiga olib keldik. Sizlarni ko'rib baqsinda. Xo'shqini birga o'zirlanaylik. Ya o'xshatdi, qizim, o'xshatdi. Qulog'ingiz gulkan. Bunday o'xshatdi. Qulog'ingiz degan tatliq. Umringiz uzun, baxtingiz ziyoda bo'lsin, qizim. Hoy, bolam. Telefonini qo'yma, tomoq yegina? Ha, ma'qul dada. Davram. O sen yemeysen o, ale. Bundan çeçini qanday qilib qo'yding bolam, ey? Ha? Chiqib qo'ydingmi ya? Voy, hozir kichik bola moda dada bu. Ha, bu. Voy, aytdi. Ha, ale. Ey bolam, ey, mushundami tomoq yemsa, qara chechib buni. Bundoq. Allah. Yine o tamam içip yiyip keke tamam hele apa içip kal tamam töküldü de. Ballarım, biz muş bir tal görüş üçün ayetini keşke etizlikte min inişip min turib emge qilamiz. Sizlar eğizinglarda diqqat oluq, diqqat japa keştep naqshda oluqcha. Muş biz min japada uzuq aylandırgan muş aşıqlı bir qadrlisanglar, israf qilmasanglar biz şuna şükür deydik. Ertugün muşu ısrapçılıkla derdini tatip kalmasakla bolattı o. Balam Kıyımcan, bu taraftarık avaz, nima avaz bu? He dada, Odulduga yeni qo'shinlar ko'chib kelgan o'xshaydi. Shular bir narsalarni to'shib etibdi. Voy, onda qizmam oyog'ini kel. Nega? Yordamlashimiz. Voy, bo'ldi qilar dada. Uy ko'chish shirkatdan kelibdi. Ular hech chiqmay qarab turmamdi. Ha, shundami? Ha. Kızım, ne tamak etyapsiz? Sizlarni Petermadik amraklab shunga tayyorlab keladi. Bek yaxshi. Kızım tamakni bir jiqraq qilib, bu udul qo'shinlar uyga ko'chib emasmi? Ashildan bir haliq so'rab qo'yinglar tamakga chiqqach, ha? Voy dada, qiziq ekansa. Biz ya ularni tunimisak. Bu tunimisak degan qanday gap? Xulim qo'shinlar izlashadigan ish azaldan bor ish bolam. Sen ishini gumta qo'yib uyda o'tirsan qanday tunishsan? Udul qo'shinlar uyga ko'chibdi, tamak qilolmaydi. Şu bir tamak sunuğa tunuşup çıkmamsa. Şuna qil balam. Ma konlarda uyani 1000 tangega olsang, qo'shnilarni 2000 tangega ol degan gap bor balam. Qo'shnilarcha yaqin o'tkilik. Bildingmi balam? Ma'qul dada. Ha. Guljamal, tamakni jiqraq qiling. Biz qo'shnilarni avval so'rab chiqaylik. Bo'ldi. Voy balam, kim o demedi işine? Assalomu alaykum, Yaxshi, Keldingmi? Assalomu alaykum,
Yaxshi, yaxshi. Salomatga Yaxshi, balam, yaxshi. Qala yaxshimki. Oy, yaxshi turibdi. Sen bu ta'tilni berib qo'yishdik, seg'inib ko'zimiz to'tib oldi seni, balam. Men seni bekleganlar. Haqiqat choy ala, balam, ala. Yo'q, sizning kelsin. Ala, balam. Sizning kelsin. Ala, balam, ta'tilma. Bugun qolib qolasiz, Bugun maktab qaytamiki. Qolib qol, balam, qolib qol. Ishimiz muntishib yotimiz. Sen deydigan jiqkatlarim bor, balam. Asqarjon tatınıp qaldı da. Mektep qaytayversin. Ha, onun üstüge ma öylem bek çoğulmagandan keyin qo'rinib qoldi. Balam. Sen yeziga borsang, tağını o'zi tatmaya yaqin kelib turisi. Shu bichara böyle qo'yib turib, böyle o'g'loq ish pishirib, sen qimig'ini qammaydi balam. Gap o'ydan cho'ng kichiklar emas, ko'ngilda. Ko'ngil kengari bo'lsa, odamchilar sig'ida balam. Qiyincan bu shaharda yashab, mehrongla tutishib ketmasin, juma. Urug' tuqqan degan yaqin o'tkulik, ha? Tuqqan degandan beg'i ching'iladi balam. Ha, izishib o'tinglar. Bo'lmasa bugun qunib qilyapkan. Mana, hadangmi dedi-ku mana, o'z uying balam, tatilma. Ha, bo'lmasa qunib qolibkan o'sha bugun. Guldimal, bir tamoq qiling ha. Bir narsadan kam bo'lsa, pul pichak bir narsa lozim bo'lsa, tatma uy kelibkan. Ha? Bo'ldi. Ale, bir narsadan ag'ach o'tir. Ve? Balam, ben nechinchi biz o'tirma, hozir qaytdim. Dada, bo'ldi taksiga chiqib kel. Ha, taksi ne demsen? Ne çapdığını salmışsan gap, sen bu yana tapanmaysan. Ma'qul. Kapma telefonumuz. Sizin mi? Yok. Sizin kağa okşandı. Oy. Bu kadar. Vay! Kim o? Vay ben! O'g'ri! Ma telefonimni qaytirib ha. Bo'lmasa uzang ishlab qolsa, ma telefonimning ichida o'g'ridan saqlash uskunasi bor. Vay yo'q, ukam, ma telefon mashinada qo'yib qolibdi. Sizning telefoningizmi bu? Ha? Siz tepagandingiz aka? Siz nereden abirpiray? Ha, men shu Nurliqulda aka. Ha, ma'qul. Saqlab turganimsa ben qanday topamiz sizni? Bakalım ma'qul. Rahmat ha, sizga rahmat. Men sizni saqlab turay. Ha, ma'qul xo'sh. Ulan, telefonunuz ben nurluq yo'ldan endi şey apırıp qo'yamsiz. Ha? Rahmat balam, rahmat. Bu şuma telefonunuz. Ya. Yok balam bak. Sepqiyorum. Ben bunu dep gelmedim. Sepqiyorum. Hatta şu telefonunuz kıymetini tutken. Yaxşı qarang juma balam ha. Ma'qul, xo'sh, ma'qul. Vay. Dada, nimda kep bulamaysan? Bak birisinin telefonu uçup qatgan. Ben şunu egesiga apırıp yetkizib berib, hozir ben nurluq yo'lda. Hozir ben qaytdim. Bo'ldi da, yo'lda diqqat qil. Ma'qul. Balam, davan yo'lama, aşağı apırıp qo'yaman. Rahmat balam. Mana bu mening yezdan shaharga kelgan dehqon dadam. U to'liq oddiy, ammo kibrdan, saxtılıqdan xoli inson. To'g'raqdek chidamliq dehqon, yo'lg'undek mazmuti dehqon. Zaminning sirdishi dehqon, oq ko'ngil bekmutuz dehqon. Can dadam erdek dadam tağdek dadam. Balkim ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak. Bundan 12 yil burun 2003-yili Maralbishin aysiga davrab dehqon chorvachilarimiz talafotga uchirdi. Mana shu vaqtda bu shirkat ofat naq maydoniga berib, dehqonlarimizga saxovat qo'lini sundi. Shu dehqonlarimiz ichida Nurimangul ismli bir qiz bu shirkatdagilarning diqqatini tortdi. Chunki otasidan ayrilib yetim bo'lgan bu qiz onasini o'ylab, puklarini o'ylab o'qimaslik qaroriga kelgan edi. Shirkat bu ahvolni uqqandan keyin bu qizni oxirgacha o'qitish qaroriga kelib, bu qizning o'rta maktab, oliy maktabdagi rasxotlarini ko'tarib keldi. Gerçi bu ishning bo'lg'ini 12 yil bo'lgan bo'lsa-mu, bugungi kunda shu norisida qiz yosh g'unch sifatida shirkatdagilarga rahmatimni aytaman deb naq maydonga yetib keldi. Assalomu alaykum, Mashrab ahli. Bundan 12 yil ilgari men Xinjiang yezigilik ishlab chiqarish vositalari guruhining bir qo'lliq
parvishi va tarbiyalashi ostida bugungi ko'ngillik xotirjam oliy maktab hayotini kutib olmoqdaman. Mushu munosabat bilan men va oilamdagilik vakolatdan Şinjan yezigilik ishlab chiqarish vositalari guruhidagi barliq xizmatchilardan samimiy hol so'rayman va oliy ehtirom yo'llayman. Shirkatning bundan keyingi ishlarining texmo yuksalishini, gullanishini va kundan kunga taraqqiy qilishini chin ko'nglimdan tilayman. Sonimiz Nurimangulning hikoyasi büyük sahipqa o'rnimiz Şinjan yezigilik ishlab chiqarish vositalari guruhi cheklik mas'uliyat shirkatininki saxovatlik ishlaridagi bir tomcha desakmi bo'ladi. Endi bu shirkatimiz 2008 yildan 2014 yilgacha 20 million qimmatidagi moddiy ashyo ham ishlab chiqarilgan mahsulotlarni bizning Tangirtog'ning janubiy va shimolidagi qiyinchilik va dehqonlarimizga o'z qo'li bilan yetkazib bu saxovatlik ishlarini izchillashtirib kelyotdi. Bu shirkatning buningdan keyingi bosgan qadamlarida gul unsun degan tilaklarimizni beramiz. Mirshab Bey, bugun ta'kidlab o'tish tegishli yana bir alayda nuqta bor. U bo'lsa 2015-yili kitob o'qish yili. Biz 2015-yildan boshlangan kitob o'qish qizg'inligimizning umrimizning oxirigacha bizga hamroh bo'lishini tilaymiz. Chunki kitob orqali biz hayot haqiqatini taniymiz. Kitob orqali o'zimizni taniymiz ham boshqalarni taniymiz, ko'p narsalarni o'rganib olaymiz. Xo'sh, shu munosabatda Mirshab navbatda kitobxonlik mashrab qilmaylimi? Albatta bo'ladi. Xo'sh, undan so'ng 30 o'g'il nomidan so'raysiz, 9 qiz nomidan javob bering. Bo'ladi. Xo'sh, birinchi savolim bo'lsa, bu dunyoda hamma narsani unutib ketgili bo'ladi. Lekin unutilmaydigan narsalarmi bormi? Bor. Aqllarning so'z bilan yaxshi nomdan boshqa hamma unutiladi. Barakalloh. Xo'sh Mirshab, endi siz anglang. Dunyoda qaytirib akagili bo'lmaydigan narsalarmi bormi? Munda 4 narsa bor. Deyilgan so'z, qilgan ish, etilgan o'q, besib o'tgan umr. Barakalloh. Xo'sh, Mayra, kishining hurmat e'tiborini oshiradigan ishlar qaysi? Sir saqlash, kamtarlik, halol kasb, hunar uchun qilingan mehnat kishining hurmat e'tiborini oshiradi. Barakalloh. Xo'sh Mirshab? Xo'sh. 9 qizning javobidan rozimisiz? Albatta bunda guldek javobni bersangiz rozi bo'lamizda. Undaq bo'lsa guldek ko'ngil keltiring, qiz onalar toza hozirlanayli. Bo'ladi. Bizning bu ko'nglimizni 30 o'g'ilning ichidagi yigitimiz Ablajon ifodalasin. Sana buldum liman çiğlemeptum Mecnun Ben senin dışında bir mecnun Mecnun Sana buldum liman çiğlemeptum Mecnun Ben senin dışında bir mecnun Görüşkende bana gülüp bir karaş Sıkılganda ben onu Elim az telefoni Talışıydı onu mendin yigitlerin nurguni O yürüydü bir pervan Hadirin bolup hatta Soru sorsak onun din Bana sal diyecek var Cürdüm kıyılıp tamam Sana kıyılıp devam Kabul ettim söygümü sen Gönlümü görüp bravo Sana buldum liman çiğlemem İşqida halim gayetmeydu Kaçırıydı özini Kösetmezden yüzini Şurumni qaytırmaz ayıp hatta ki sözini Digen ötme alem Digenge yeter malem Yürüsen pat yakında sen meni atıp şahsalem Kılne gıyet gözün Yalganlardan söküp İgilgenge igildep çoğlardan kalgan ümit Sana buldum liman çiğlemem
Xo'sh, hikoyatlarimizni davomlashtiramiz. Burunqi zamonda bir dehqon buvay o'g'li bilan uzun safarga otlanibdi. Dasht qumliqlarni kezibdi. Safar ham uzun, ham jafoliq bo'lg'ash, buvay yo'l bo'yi bakmi usabdi. Shuning bilan u buvay balasi qarab, "Balam, bak usab ketdim. Menga bir suv bagina" debdi. Bala albatta qopoqdagi suvni dadasiga ishkizibdi. Ishkizib bo'lgandan keyin ular davomli safarni davomlashtiribdi. Mengibdi. Bir osh pishim o'tgandan keyin dada yana baladan suv talab qilibdi. O'g'li achchiqi bilan voy dada, ajabinchiq usaydi ekansan. Bu suvning 20 dan ko'pragini sen ichib tugatding-ku, deb suvni bermasdan oldi qarab menga beribdi. Ana shu safardan keyin garchi ular yurtga sog'-salomat yetib qolgan bo'lsa-mu, buvay o'rin tutib yetib qilib, u olamga safar qilibdi. Dadani uzatgandan keyin o'g'il ot kasbiga varislik qilib, dehqonchilikni qilib yiqibdi, savdo tijorat bilan shug'ullanib yiqibdi. Nimali ish qilsa, faqat ravoj topmabdi. Shunda qilib yurt cho'nglari u balaga qarab, "Balam, ota-onani hijolat qilgan bola mangu ro'noq topmaydi. Xo'sh, sen o'z dadangning oldidan to'g'ri o'tib qo'ygan yerlaring bormi?" deb so'rabdi ekan. Bu yigitimiz ana shu yillardagi qumluq safarni o'ylabdi. Demak, qarindoshlar, hurmatli mashrab ahli, amaliyotda ota-onamizning roziligi bizning baxtimizning yo'li ekan. Har qanday joy, har qanday makonda boshqalarga dil azori bermaslik bo'lsa, ro'noq tepishimizning kapolati ekan. Ay, mana. Ay, men sana necha qitim deyman. Av Yashar bilan Gulnorning o'g'li Toyir bilan o'ynama deb, ha? Bu mening yaxshi do'stim tursa. Nimandoq gap olmaysan? Seni deb men so'qishqinim nalada qoldi. U haqlarga qarimig'ili 2 yil bo'ldi. Sen unutib ketgan bilan men unutmagan. Gulnor xonning nashtiri yurakda qoldi. Shundan beri xushim yo'q ko'rarga ko'zim. Sen gapimni anglag'in billa o'ynama. Mahallada do'sting qilmoqini qina. Tohir bilan do'st bo'lishni endi o'ylama. Men Toyir bilan shu joqirab tush bo'lgan. Nim deysan? Toyir do'stim bek yaxshi. Gulnor opamdek qizg'in. Yaxshi dadam ko'p deydi. Uylarga kirib to'rg'in. Ay, xalqning uylariga chiqib o'ynadim degina dexe. Tovam, aba nimandoq jil qildingiz odamni? Nervamga tegib, og'zimni ochma, mening xatomi, voy to'xta qochma. Jinim onajon ochiqqa hoyba, qaynagan choydek o'zingga toshma. Ha? Nim dedi? To'xtab tur. To'xta. To'xta dedim. To'xta. Voy, yana nim bo'ldi? Nim bo'ladi? Ay, atorliq o'g'lingizdan so'rang. Apam meni Toyirim bilan o'ynadim deb, bag'rada tillab uyga kirib oldi. Toyir bilan o'ynadingda? Hey, men mush Qaysarni deb xalq bilan tagishib qoldi 2 yil bo'ldi. Men ular qarmay yursam, xalqning uyiga kirib chiqib o'ynab yuribdi. Yaxshi bo'pti. Tozi bilan shopdi-ku. Hey, men senga necha qitim dedim, mush bola orasiga kirib so'qishma, qo'shnilar bilan deb. Shundaq deb tursa, meni so'qishib, malni beshingga bir kiyding. Ya bu bola degan so'qishida, o'ynaydi, aplashidi mana. Haras. Bugun aytgan ma Gulnorning dadasining 40 nazari mush o'ydil bo'pti-ku. Biz kirib chiqdik erlar. Bugun bo'lsin bir tavoq qilib, uy kirib patlab qo'y. O adovat mushuning bilan tuguson bo'ldi. Uyey, ularning uyiga men patlik kiramdimi? Amdiza ular bizning qo'qdi deb texim maytsin kerib yuridi ekanda, kirmayman men. Ketmaydigan inson yo'q, o'tna olam bu. Hayot degan g'animat, obdan o'tayli. Kirib qo'ying patiga, qo'shnilar ora. Tasalli bo'p holiga, obdan yetayli.
Yığlaptı ağlasam aşır etipti. Ay anam dep bağanam dep bazı etipti. Sevir nime bilmeydigan ondan nasladin. Halini soraş günahtur, kimler biliptur. Ata üçün, ana üçün çıdımaq dəstur. Yığlaydı pərzənd közgürü akça. Nədən tapdın yox gəpni günah dəb əmdi. Yosunlarımız özgərməyən bizgi yakça. Oyda külke boluydu ölümdə jığa. Yaxşı ötken qo'shnilar hammada hamdam. Jiq gap qilmay kirib chiq gullar uyiga. Orliqimiz bak yaqin ikkila qadam. Bir qadam bo'lsa-mu kirmayman. Bizning beshimizga qazo kelgichi kim bor, kim yo'q, kim bilibdi? Ularning kamligini migichu hech narim kep qo'ymaydi mening. Bir tal tuxum sesidi yo'q, ular bilan aralashmagan bir yerim kam bo'lib qolmaydi mening. Uyga patlab kirsam, voy opam deb menga eslab yig'lab, hozir ichib, menimi gunohga tang sherik qilar u. Voy bir o'qigan odamda gap qilgina. Bir ishni maydan tushunmay turib, nima ish qarz qilib gap qilsam ishda. Gulnar bilan 2 yil bo'ldi. Mana adovat tutib, hatto cho'nglari o'lib ketsa-mi patlab kirib qo'ymading. Sening qilganing savobmi amisa? Har qancha cho'ng adovatni 3 kundan ishib ketmasligi kerak. Hey, mushundaq ishlarimiz bizni nega ep bordi, bilamsan, nega? O'zimizdan, insonligimizdan jiroqlashtirdi. Dada achig'limig'ini Yashar dada bilan Gulnar opam meni har doim ko'rgan vaqtida cho'nglar salomat bolam deydi. Ular texicha opamning haqiqatligini bilmay yurgandaklar. Voy, bilmaydigan ish bo'lamdi. Toza biladi. Xupsan goslar. Aka, ada. Voy, ada yaxshi. Ha, qil. Dadamni kelar hafta operatsiya qildigan o'xshaydi. Kelar hafta qilamdik-a? Ha. Lekin ha, operatsiya qildiganga shu 100 ming qo'ydak pul ketib qoldigan o'xshaydi aka. 100 ming qo'y. Hey. Bizda qanchalik bor? Qaysarga tap yig'ib qo'ygan 20 ming so'mli bor. 20 ming so'm. Fukam. Sizlardi-chu, sizlar. Bizdan bir 10 ming qo'ychilar chiqamki. Mayli, aslimiz kessimi, nima kessi mayli. Dadamni cho'qim davolatmasa qolmaydi. Bu operatsiyani cho'qim qilamiz. Ay, faqat bo'lmasa meni oltin jabduqlarimni sotaydi. To'xtab tur. Men bir o'ylab boqay, amal qilib boqay. Aka, Amal qilib. Buvada buvamni operatsiya qilsa, buvam o'lib ketamda, men tayrga o'xshab buvam yo'qlab qolamdimi? Yo'q, qafqam nimlar Voy, bo'ldi, og'zingni ustmay tozaq chiqib o'ynab turaman. Cho'nglarni ishga aralashma menga. Bichar dadam kichigimizni bizni cho'ng qilib, to'yimizni qilib, aka ini ishkimizga birdan ishga uy ipagicha bir odamga voysab boqmagan. Endi dadamning bizga hojati tushganda, men qo'lning qisqab qolgani. Asta. Moshla. Aka. Ha? Bo'ldi, mening uyimni banka g'irani qo'yib, bankadan qazalayli. Yo'q, Fukam, unda qilsa qolmaydi. Sening ma bolaring kichik qira. Uning ustiga bankadan qarz oldik degan bilan bir muncha o'simi chiqib ketadigan gap bo'ldi. Hey! Uruq tuqqanlar masalasi paqayli kela. Senchi hozirlik berib tag'amlarnikiga bor. Akam hojim dadamni ep kelyapti deb qo'y. Men kayningdili borman. Assalomu alaykum. Qanday qadir? Avvaling yaxshimi? Yashar, kela, avvaling yaxshi. Kelib qolsa. Ha. Assalomu alaykum. Ha, voy bu amina ishkimiz chiqib bo'lg'isizlar, kelib qolsalar. Hech qisi yo'q ada. Mana. Vo'sat. Vaqtni Sen çıkıp boğuç. Anam ketti ah vurdum. Atam ketti ah vurdum. Yetim buldum bilmedim mu? Miskinlikte vurdum. Hayatı da gütelmey. Pişaymanlı kaldım bu. Adana dep zıglap nadamette kaldım bu. Yığlığınğa tirilgen bolsa yaşlar
yaxshilik tilayli amdi. Emekliadaş. Ben çıkıp boğucu özen kırıp beni behicil kılıverdi. Gerek yok Amine. Hiç kısı yok. Bizdige uzun yıllık savaqdaş. Onun üstüge hoşun emas mı? Oldu. Ötkeşin tegmeyle. Tamam oturadaş. Kader. Bayatın a Kaysarcan balımız. Dadam bilen apam. Boğamdan davalınış xirajetinden gamyawatıdı. Men boğamdan ayrılıp kalsam qanda qilame deb yig'lab bizim uyga kiribdikan. Ay canım bala. Şoňa ma Gülnar işkimiz maslahatlashib qeşanlyk kirişimiz adaş. Hem bizmi ma nazir çıraqdan işleri bilen bulap sel qolumuz qıs qolub qaldı. Az olsun ma pulni ay Yusuf dadamdan davalınış işlerine işletildi. Kemlep qalsa yana bir amalını qilamiz. Voy Yaşar Gülnar bu nim qıqınыңlar bu adamni xijil qilib. Oy herkes ondaq demem. Yo'q, Qanı yo'q. tam işiltimiz Ha, Kadir. xijil olma adaş. Sinamı xavranda ba, bizim Gülnarning dad sanasidan ayrilib, shu dad hasratini yetkichi tatdiq. Ata ana deganga qanchalik qissa arziydi. Şoňa ularning hayot vaqtida ularni asrayli, obdan beqib olayli, roziligini ilib olayli. Ulardan ayrilib qalsak, mana mushunda yig'lab qaqshab o'ltiradigan gapkan bu. Erindişim qimmatim sen aziz qo'shnam. Sizlar bilan yaşsam, yaşnısam deyman. Tan yig'ilgan, tan kulgan, nom bilib yegan. Qadrdonim qimmatim, azizam qo'shnam. Sana bəxit gülməydi. Taparsan sen yaxşı qoşna. Qoşna bilen ömlükte yaşaş. Ademlerin uluk terzidir. Qoşna bilen qoşna qirindaş. Bir-birini yülep ötüdür. Qimmatim sen aziz qo'shnam. Sizlar bilan yaşsam, yaşnısam deyman. Tan yig'ilgan, tan kulgan, nom bilib yegan. Qadrdonim qimmatim, azizam qo'shnam. Qo'shnam o'zing mening sirdishim. Qo'shnam bilan oqmas ko'z yishim. O'ng qo'lim bor bir emas beshim. Men o'zimni baxtlik deyman. Shunga qo'shnar qadrin bilaylik. Bu hayotda inoq o'taylik. Turmush qiyin bo'lsa-mu mayli. Yaxshi qo'shnilar bor deyman. Erindishim qimmatim sen aziz qo'shnam. Sizlar bilan yaşsam, yaşnısam deyman. Tan yig'ilgan, tan kulgan, nom bilib yegan. Qadrdonim qimmatim, azizam qo'shnam. Baş hürmetli Meşrep Ekli. Anda olsa davamlıq özümüzninki Meşrep programımızın tertibi boyunca bizning kelar qitimliq sohiba o'rnimiz bilan bir tanishib olgandan keyin anan kim bugungi dehqonlar shodlik mashrifimizni davomlashtirsak qandaq. Rahmat, ko'p rahmat etamiz Meşrep Ekliga. Qo'shimda olsa bugungi sohiba o'rin Şinjan yezigilik ishlab chiqarish vositalari guruhi cheklik mas'uliyat shirkatininki Uçur Texnik İşxanasının qo'lliq a'zosi. Shundaqla bugungi mashrifimizning 25 Azat Muhammad apandimni gul chayni o'tkazib berishga saktimiz taklif qilamiz. Qani marhamat. Dehqonlar şadlığı məşrifimiz, dehqonlarni şadlandırğusi. Mən kiler qitanlıq məşrifning teximi köngüllük, əhmiyyətlik bo'lishig'a chin dilimdan tilakdoshligimni bildiraman.
Hörmətli məşrəf əhli, bizning kelar növbətlik məşrəfimizni Şinjan televiziya stansiyasi məşrəf proqramı qrupimiz öz üstümüzə aldıq. Məqsəd kökləmdə ajoyib katta No'ruzluq məşrəfini hammanglarning huzuriga sunmaq bolduq. Aya Mirchab, Mayra, 2015-yilni kitob o'qish yili deb uchur bergandinglar. Qani kitobinglar, echinglar. Savol mendan, javob sizlardan bo'lsin. Qulluq yigit beshi. Dunyoni nima qirdi? Fitna ig'vo yigit beshi. Odam nima bilan ulug'lanadi? Töhbə bilan, yenilik yaratish bilan. Odamni nima zaiflashtirdi? Xurofotliq yigit beshi. Qaysi ishning cheki yo'q? Alif uchun xizmat qilishning cheki yo'q, hurmatli yigit beshi. Qanday kishi eng esil kishi? Albatta, va'dasiga vafo qilgan kishi. Xo'sh, hurmatli mashrafaklar, bugungi sohibxa o'rin shundaqla bizning orzuyimiz. Bugungi mashrafimiz orqali ashu mehnatga jafokash aziz dehqonlarimizning ko'nglini elish, ularga xo'shallik ato qilish deb va'da berganmiz. Xo'sh, muhtaram mashrab ahli, turmushlik hikoyatlarimizni davomlashtiramiz. Ikki dehqon farzandi qismatlar tufayli ikki xil taqdirga mubtalo bo'ldi. Biri ota kasbiga varislik qilib, o'z yurtida, o'z vatanida dehqonchilik kasbi bilan shug'ullanibdi. Yana biri bo'lsa, vatandan sirt boshqa joylarda musofirchilikda yashapti. Kecha kunduz ona vatanni, o'zi tug'ilgan yurt makonni seg'inibdi. Shundaq. Ana shu 60 yoshga kirib, musofirlik hayotini tugatgandan keyin o'z vataniga qaytib keldi u bovay. Dehqon bovay musofir bovayga, "Bakmi yaxshi turibsan, yosh turibsan, baxtli jumusan" debdi. Bu chaqda musofir bovay, "Yo'q,
Bəxtni səndən sorsaq boludu. Mana sən bəxtinin egisi. Çünki sən vətənni qucaqlab yaşadın. Vətəndən ayrılmay yaşadın. Mana bu bəxt. Mənçu keç gündüz ana vətənni, sizlarni, yurtni sevginib yurakdan ketdim. Bizning bugungi mashrifimizda vatan tuprog'ida yashagan, avtonom rayonimizning qurilishiga shohid bo'lgan 60 yoshliqlarning shodiyona kuyi, 60 yillik bahori kuylanadi. Biz bu naqshiga 60 yosh, 60 bahor derak berdik baxtin. Vatan qo'ynida 60 yil huzur berdik hayotdan. Ateşi, atın fişi, atın emez esride o yıllar fişi. Varlıkның emsiz beydi, gelmeydu emdi. Getirdik bu ömrünün kalayaz kişi. Varlıkның emsiz beydi, gelmeydu emdi. Getirdik bu ömrünün kalayaz kişi. Yaşlılığımız evimizge tabii ya. Efendim çektik capa, çektik dert para. Verirsin o yıllar bizi, bükülmeyizdik. Yüzümüzden güldü güller, şaştı hoş bırak. Verirsin o yıllar bizi, bükülmeyizdik. Yüzümüzden güldü güller, şaştı hoş bırak. Ferhat bulup kalmıyordu, su taşlar çölge. Evlatlara oldu bizim ruhimiz gülge. Evladımız bizdir halkı, ölmedik kökke. Erlendik çiftlimizge, yanırdık külge. Gülmüşsün her vatanın kalbi kameti. Vətənsiz, ənlisiz, olsun abidi. Çiçeklisin, armanları, solursun her giz. Her kışta kelsin, bəxti abidi. Çiçeklisin, armanları, solursun her giz. Her kışta kelsin, bəxti abidi. Her kışta kelsin, bəxti abidi. Bəxti abidi. Kelginimni bildim vay yandırgan çağladin. Gelginimni bildim vay yandırgan çağladin.